Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana men mashinani ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'pchiliklar menga aytdi, nimaga McQueen'ni showiga qatnashmadingiz? Mashinalaringiz o'sha eski holatli mashinalar bor edi, aka deyishyapti. Endi u bolaga men to'g'risini unchalik ishonmayman u bolaga, chunki u bola showmen bo'lganligi uchun ishonmayman. Bu bitta mashina, hozir ikkinchisini ko'rsataman. Hop, mana bunisi bo'lsa, bu ikkinchisi. Buni ham bemalol o'sha McQueen showiga olib borsam bo'lardi. Hozir endi 3-mashinamni ko'rsataman. Bu haqqoniy McQueen. Hozir ko'rasan. Mana bu haqqoniy, mana bu McQueen. Ko'rayotgan bo'lsanglar, kupe holatida. Shunga ham men unaqa ishonch hosil qilmaganligim uchun qatnashganim yo'q. Buni bemalol olib chiqsam bo'lardi. Tayyor proyekt, haqqoniy McQueen balonlari katta. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Bunisi ham bor. Buni ham bemalol proyekt qila olaverdim. Prosta ishonmadim. Showmen bo'lganligi uchun o'zini